Dam olish kunlari kutilayotgan ob-havo ma'lumoti. Assalomu alaykum aziz tomoshabin. Ushbu xabar boshqalarga ham yetib borishligi uchun video ostiga bir dona like bosib, bizga obuna bo'lib qo'ying. Dam olish kunlari respublika hududiga Turkmanistondan biroz nam va nisbatan iliq havo massalari kirib kelishi kuchayadi. Respublika bo'yicha ba'zi joylarda asosan yomg'ir ko'rinishidagi yog'ingarchilik bo'lishi mumkin. Faqat Qoraqalpog'istonda, Xorazm viloyatida va Farg'ona vodiysi viloyatlarida yog'ingarchiliksiz ob-havo saqlanib turadi. Respublika bo'yicha ba'zi joylarga tuman tushishi mumkin. O'zbekiston hududi bo'yicha harorat foni ko'tariladi. Kechalari sovuq chekinadi va 1-fevral kuniga kelib kechalari 1-6 daraja iliq atrofida bo'ladi. Kunduz kunlari esa 10-15 daraja iliqqacha ko'tariladi. Poytaxtimizda dam olish kunlari biroz yomg'ir yog'ishi mumkin. G'arbiy shamol yo'nalishini o'zgartirib, sharqdan 3-8 metr/sekund tezlikda esadi. Havo harorati 31-yanvarda kechasi 1 daraja sovuq, 1 daraja iliq, kunduzi 8-10 daraja iliq. 1-fevralda kechasi 3-5 daraja iliq, kunduzi esa 12-14 daraja iliq bo'ladi. Joriy yilning 31-yanvar va 1-3-fevral kunlari kutilayotgan yog'ingarchilik hamda havo haroratining o'zgarishlari sababli respublikaning tog'li hududlarida, jumladan Qashqadaryo viloyatining Dehqonobod, Kitob, Qamashi, Shahrisabz tumanlarida, Surxondaryo viloyatining Boysun, Qumqo'rg'on, Sariosiyo, Uzun tumanlarida, Samarqand viloyatining Nurobod, Qo'shrabot, Samarqand, Urgut tumanlarida, Jizzax viloyatining Baxmal, Zomin tumanlarida, Toshkent viloyatining Bo'stonliq, Parkent, Ohangaron tumanlari, Chortoq Tizmas tog'lari, Namangan viloyatining Pop tumanida qor ko'chish xavfi e'lon qilinadi. Tog'li hududlarda istiqomat qiluvchi fuqarolar, dam oluvchilar hamda tog'li hududlarda harakatlanuvchi haydovchilardan ehtiyotkorlik choralarini ko'rishlarini so'raymiz, deyiladi O'zgidrometning xabarida.